Eshitdinglarmi? O'zbekiston harbiylari xalqaro musobaqada birinchi o'rinni egallashibdi. Pokistonda o'tkazilgan 9-jamoa ruhi xalqaro musobaqasida O'zbekiston harbiylari rekord natija ko'rsatdi. Musobaqada O'zbekiston Mudofaa vazirligi razvedkachilari 97,3% natija bilan birinchi o'rinni egallashdi. Ikkinchi o'rinda Malayziya 82,1% va uchinchi o'rinda AQSh 76,4% bilan. Musobaqada dunyoning 19 mamlakatidan 34 ta jamoa ishtirok etdi. Ular 90 kilometr masofani bosib o'tish va 31 ta yana turli to'siqlarni yengishlari kerak edi. O'zbekiston harbiylari bu masofani 33 soat va 34 daqiqada yengib o'tishdi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari 80 kilogramm og'irlikdagi yaradorni 5 kilometr masofaga tashish bo'yicha mutlaq rekord o'rnatishdi. Bu vazifa 27 daqiqada bajarildi.